Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yine sizlarga yana bir foydali bir videolardan birisini havola qilib o'tamiz. Zakasli temir darvoza ishlarimiz tayyor oldu. Ko'rib bahosini baravarasizlar. Narx-navolari bo'yicha bir qator obzor qilib beramiz. Arzimon bir mehnatimiz qadrlab, bir layklarni bosib qo'yishni unutmanglar. Zamoklarımız ham yine 5 kilitli zamok yine. Demirler ham qo'yilgan yine. Lapçalarından yine görüşleriniz mümkün. 3 kulla kurulgan. Darvozamiz kraskelerine keladigan bo'lsak, 3 sloy kraska urilgan. Birinchi sloyna gruntovka, ikkinchi sloyna kraska, uchinchi sloyna dayvorlar qurilgan. Buni narxina keladigan bo'lsak, 850 ming so'mga ishlatib turdik. 800 ming so'mga ishlab beramiz buni. Bu xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 kanali zakasi bular. Stiklavatalar ham tıkılgan görüşleriniz mümkün. Bularning bahası 800 ming so'mga ishlab beramiz. Bular ham bazarsın zakaslari bular. İşte bir darvoza ve bir kapımız bazarsın zakası bular. Bularning bahası 800 ming so'mga. Stiklavatalarım tıkılgan. Balıcını. Bunda yana bir eşikimiz. Buna bahası 1 milyondan ishlab beramiz buni. Newjeka bosilgan. Size hurmatli obunachilar, kimga shunday eshik darvozalar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerimizni ekranda qoldiramiz. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz.